Qayerga ketyapsiz deysizmi? Madain Turkish qizlar bilan o'rmonda o'rtasida joylashgan dachamizga nonushta qilgani yo'l oldi. Allohga o'zimizni omonat qilib topshirgach, yo'l-yo'lga po'cha ham olib yeb oldi. Uydan hamma narsani olgan bo'lsak ham, qishlog'imizdagi magazinga kirib o'tib ketmasak, qasr qiz bizdan xafa bo'lgandek tuyuladi. Shu sariq gul nimaligini bilmayman, bilganlar kommentariyaga yozsin. Ezmalanib kelgunimcha Turkish qizlar kelib meni kutib turgan ekan. Birov mashinasini orqasini biz uyimiz oldiga tashab ketibdi. Albatta stenkani pulini olib. Cho'lib o'pishib ko'rishganimizdan so'ng ichkariga narsalar tashishni boshladi. Nima bola, bu qizlar tulmi deb o'ylamanglar, hammamiz erimiz bor, o'qishda ishda. Ular kechqurun keladi, kelguncha biz mazza qilib ularning g'iybatini qilamiz. Havo bombastik bo'lgani sababli nonushtalarimiz tayyor, tashqarida nonushta qildik. Sizlarga Madain Turkish o'rtoqlarimni tanishtirishni unutibman. Emina, Nilgün, Gulshoh, Sarmin, hammasi Marvet markazining go'zallari. Qorin to'yda g'am ketdi, kechki ovqatga anjancha marinalarni bosyapsan. Turkiyada nonushtadan so'ng albatta qahva ichmasangiz dushman hisoblanasiz. Qahvamiz stolda qolib, kurtlarimizni to'kishni boshladik. Bu yerda nimasini yaxshi ko'raman, atrofimizda o'char deydigan qo'shlarimiz yo'q. Sovigan qahva bilan poz berib tursak, ey vafodor do'stim kelibdi. Uni qorin to'ygizgach hech qachon toza turmaydigan uyimni chalab-ichi supurib tursam, yo'qolib qolib qidiruvga bergan erlarimiz topildi. Bu videoyimdan keyin ancha negativlar ko'payib qoladi. Men uchun o'zim muhimman. Bitta turkish o'rtog'im qaynonasi meni juda yaxshi ko'radi, даже bog'chasidagi mevani sug'urib berib. Albatta turkish qizlar bunaqa ish qilmagani sababli o'zbek qizlarining ish qilganini ko'rib, ko'z bilan yutib yuborar edi. Ko'ryapsizlarmi, eng og'ir ishni doktor qildi. Daraxt ushlab turishda o'zi bo'ladi. Hech shunisiga ham shukr, zato Alfons emas. Bu dunyoda shu bolalarning xursandchiligiga hech narsa yetmaydi. Qarasam, vaqtim o'tibdi, oqshom ham tushibdi. Kechki ovqatga o'sha mashhur shashliklarimni siqib o'tkazib tursam, men rosa yaxshi ko'rishini va agar mabodo o'lib qolsam, 1 yildan keyin uylanishni aytib qoldi. Shu o'rtog'imga qanotlarda aylantir desam, hech qachon mangal pishirmaganini aytdi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Yaxshi ham o'tirib qolganda erga tegib erim bor. Doim meni yonimda menga yordam beradi. Bitta maqol bormidi, butun dunyo yig'ilsa, butun do'stlar diydoridan bo'la olmas ustun. Shu yerga bitta qo'shiq kelib qoldi. Tanlab o'zingga olding sen xotindan, tonma doktor. Qizlar, sizlarga bitta motivatsiya beraymi? Hech qachon eringlar yoki yigitinglar tashib ketsa, hangrab yig'lamanglar. Albatta bir kun bittasi sizni kelib baxtli qiladi. Mehmonchilarni qorin to'ygizgandan so'ng shunchaki bolalarni xursand qilish maqsadida tort oldik. Va shu bilan qurtlarimizni to'kib rosa jikkillab o'ynadik. Shuncha vakillaganimga like bosmasanglar, rozimasman.